Alhamdulillah yana bitta obyektimizni topshirish arafasidamiz. Hozir bu yerda qilingan ishlarni qismda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hozir bu yo'lxonamiz. Yo'lxonamizdan hovlidan o'tgan hamma simlarni taxtali joylarni gofrga kiydirganmiz. Hozir ziloniy zonaga tashlab o'tgan simlarimizni to'pli polish lankasida 50 sm, 60 sm chuqurdan olib kelganmiz. Mana shu istashgan o'rinda 60 sm past, bu yoqqa ham shu to'pli polish gofrasida 60-70 sm pastdan tarqatamiz. Keyinchalik chopishadigan bo'lsa urib qo'ymasligi uchun ko'lkalarni akkuratga qo'yilgan. Hamma tashalgan simlarni bu joy suvodan oldin montaj bo'lgani uchun hamma tashalgan simlarni ustidan chizib chiqqanmiz. Mana sim deb yozib qo'yganmiz. Bizdan keyin gips kartonchilar urib qo'ymasligi uchun. Har bitta xonaga mini выключатель bilan alohida lampochka qo'yib berganmiz. Bemalol ustida ishlash uchun. Har bir etajga shitokidan alohida udincha tashlab berganmiz. Bizdan keyin ustalar mana maza qilib ishlashyapti. Xo'sh, sifatini qaranglar. Alohida mehr berilgan. Har bitta avtomat markirovka qilingan. Bu yoqda ichkarilarda betondan yurgan simlar akkuratni taralgan, lekin gofrga kiygizilmagan. Har bitta xona termodatchik bor. Termodatchikka chiqayotgan simlarga har bittasini ustiga mana temir uголник qo'yib chiqqanmiz. Bu keyinchalik plintus qoqayotganda simlarimizni urib qo'ymasligi uchun. Termodatchikka tushayotgan simlardan tashqari, xo'sh, etajdan etajga o'tayotgan simlar, hozir bu yoqda mana shu qoplab qo'yib tashlashgan. Etajdan etajga o'tayotgan simlarga ham ustlariga uголник qo'yib chiqqanmiz. Shu poldan tushib ketganlarga, bu ham keyinchalik plintuschilar urib qo'ymasligi uchun. Imенно shu xonamizda ikkita xod bor, bu yoqni revers qilib berganmiz. Ikkita eshik bor, bittasi koridordan, bittasi hovlidan kiradigan. Xudo xolasa hamma sharoit qilib qo'yganmiz. Bizdan keyin ustalar mazaq ishlaydi. Nasib bo'lsa, elektrika bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizni obuna qiling.